أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه وآلائه والصلاة والسلام على سيد رسله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب التولية. Bu bab-ı tevliye alamamaz. Bab-ı tevliye ve murabaha ve vadi'a asla. Tevliye malını üzü satıvagan bahada izga setip verişine ibaret. Paydanmay, ziyan tatmay. Bu bahanı bekitişte kanda usulda baha bektimiz dep sosyetini taksim kılasak muşunda üç türge bölünüdü. Yani murabaha, tevliye ve vadi'a. Biz ondan ilgiri so'dan to'g'ri bo'lash, ya buzilib ketish, ya haram bo'lash jihatdan bayon sahih va bayon fasid va bayon makruh deb taqsim qilgan. Endi hozir burungi bahada setishning foydalash ammaslik, ziyon tatmaslik yoki izg'i berish jihatdan mush uch turga taqsim qilinadi. So'dalarning boshqa taqsimotlari bor. Mesela biz o'tgangi darsda kim açtı sodisi dedik, shunami bayan muzayada. Yana bayan musavama bor. Baho talashib, manch pul beramlar, kam bular, manch pul qatdim deb deyishgan. Burun nech pulga olgan bo'lsin, qat'i nazar, uni deyishmaydan baho talashib qilishgan soda. Ama bugungi uch turli soda, bu sodadagi buyu'ul amanat degan doiraga kiradigan soda. Yani bu soda amanet ve işenç üstüne kurulduğun soda. Bu sodada tovarning bahasını burunqi sodada setib olgan kishininki olgan bahasiga qarab turib, shuni asos qilib turib, andin bekitadi. Nima uchun bu yo'l amonat deb atalgan? Chunki setib oluvchi xaridor bu sodada sotquchininki burun men buni manch pulga olgan degan so'ziga ishonch qilib qildim so'zini. Kitobda ta'rif qildi. Va hiya bay'un bis-saman al-awwal. Bu tavliyaning tarifi kitobdagi. Tavliya degan lug'at tarafdan mesela igi qilish, igi qilib qo'yish degandek ma'nosi bo'lsa, ham shu istiloh ma'nosi bir tovarni burun nech pul sotib olgan bo'lsa, shu bahoning o'zida berish, paydanmasdan, ziyon tatmasdan berish degan. Vel murabahatu bi ziyadatin. Murabaha hamda payda elib qiladigan savdo degan mazmun bo'lgan ekan, bu burunqi bahoni tilg'ab turib, uningga payda qetib setishda iborat. Shu murabahada mana 100 ko'yga to'xtagan, yo 100 ko'yga olgandim, sizlar 5 ko'y payda bersa 105 ko'yga beray. Tavliyada men 100 ko'yga olgan, sizlar og'inan bo'lgankin izg'i beray, paydanmay bermasligga. Endi vadi'a deganimiz wal wadi'atu binaqisa. Bu mu bay'un bis-saman al-awwal. Dastlabki bahoni atab turib, zina setishga iborat. 100 ko'yga olgan, sizga 90 ko'yga berman. Bunda azam bir o'tman. Yani bu so'dalar, yani turli so'dalar bordir. Bay'al musavama, bay'al muzayada, al-murabaha va tavliya va vadi'a. Mesela bu so'dalar, so'da usullari. So'da qilmoqchi bo'lgan kishi shu so'dani qildigan chaqda mush usullarning birini tanlaydi. Hozir qan tanlasa o'zining ixtiyori. Lekin birini tanlagandan keyin ash birining siziqidan chiqmaslik lozim. Mesela bayan musavamani tanlasa, bayan musavamaning foiz bo'yicha manashi lozim. Bu yo'l amonatni tanlab qolsa, bu yo'l amonat foiz bo'yicha manashi lozim. Yani bu birini tanlagandan keyin ixtiyorlik yo'q. Ashuningki shartlarga rioya qilish lozim. Bu tariflarni qilishda lug'at ma'nosini ma'lum o'rinni egallagan. Mana li'annal isma yunbi'u an zalik. At-tawliya, murabaha va vadi'a degan mustariflardan qarasak, ashu atalg'ular, ashu ismlar yuqorida ma'nolarni ifodalaydi. Ashu aniqlamasini ifodalab beradi. Ve mebnaha alal amana. Bu so'dalarning qurilishi amonat ustiga qurilgan.
لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمدا على قوله. Çünkü satib oluvchi, yani xaridor sotuvchining so'ziga asoslanib, shu nima desa ishonch qilib qiladi so'zni. فيجب على البائع التنزه عن الخيانة. Şuna bu amanet so'zi olg'achqa sotuvchi xiyanatdan o'zini yiroq tutish lozim. Va tajannubu anil kadibi. Yolg'onchilikdan yiroq turish lozim. Li'alla yaqal mushtari fi bakhsin va g'urur. Setuvchi qo'ylab ketmasligi, ziyon tortib ketmasligi va oldinib ketmaslik uchun yolg'on gap qilmaslik va xiyonat qilmasligi vojib. Allah Taala mu xiyonat qilmaslikka buyurgan. İnnalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Emr oyatda ya ayyuhallazina amanu la takhunu-Allaha var rasula va takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam addil amanata ila man ittamanak va la takhun man khanak degan. Yani sodada va undan boshqa turmushga nurg'un ishlarda yolg'on gap qilib mangilasa oxirini buldi. Va innar rajula la yakzib hatta yuktaba indallohi kazzaba. Yani sodada yolg'on gap qilish nayt ig'ir. Hozir manchpulga bermadim tabi. Men buni manchpulga olgan. Yolg'on. Bunga kishilar parvo qilmaydi. Lekin parvo qilmagan bilan natijasi nayt xatarli. فإذا ظهرت الخيانة يرد أو يختار على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. أن مجمع خيانة خيغلقة يلغن إتقلقة إسباتن قاغن تقدردا bunun hükmü keyinçe bayan kılınıdı. Bu ahvalda ya ki sodunu qaytırıtıdı ya ki aşı xiyonat qilgan miqdordagi pulni qaytirib berdi. Bu keyinçe keladi dedi. Bundan mı qarasak, şu muamelalardanki aqida ve axloq bilan ne kadar zich bağlanganligini görürüz. Buni ayrılığı olmaydı. Aqida degan sening rizqingni boshqadan yetkazmaydi, mumkin emas. Boshqaning rizqini sen har qancha qilsang olmaysan. Bu belgilanib ketgan. Ondan keyin yolg'on aytish, xiyonat qilish, g'ish qilish, man g'ashana qilaysanmi? Bu hammasi musulmonning axloqiga taqishadigan ishlar. قال وهي عقود مشروعة لوجود شرائطها. Muşu so'dilar erkan va shurutlar joyida bo'lg'achqa durus, yo'lliq va to'g'ri to'xtamlardan so'dilardan iborat. Chunki bunda mabiya bo'lmasa bor. Siga bo'lma oldim satdan bor. Bahasi aniq. Nimani so'zlashganligi aniq. Hamma narsa aniq bo'lgan ekan Allah Teala'nın ahallallahul bay'a ve harrama riba degan oyat bo'yicha mushu halol savdo. Ve qad ta'amalaha an-nasu min ladun as-sadr al-awwal ila yawmina hada. Musulmonlar dastlabki asr saodatdan tortib bugungi kunimizga qadar, ya'ni muallifning kuniga qadar va bizning hozir bugungi kunimizga qadar mush bo'yicha muomala qilib kelgan. Bu xuddi nima ko'rsatadi? Bu so'dining joizligi ijmoba degandek bir mazmun. Shu bir asrdagi asr saodatdagi sahoba-kiramlarning ham ijmo emas, necha asr bo'yicha yashagan musulmonlarning hammasining ijmosi bor kerak. Ama kishilarniki hech kim ayblamay, ulamo masalan bu xato deb ayblamay, nahiy qilmay, mushunda muomala qilib kelishi bu bir hujjat. Amalul muslimin deymiz. Bu bir hujjat. Bir mavquf hadisda ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan degan. Ana bu kitobda mush tavliyaninki mashru ekanligiga sayyidistan birini dalil ekanmakchilab mushunda bayon qildi. Wa qad sahha annahu sallallohu alayhi vasallam lamma arada al-hijrata qala li Abi Bakr radhiyallohu anhu wa qad ishtara ba'irayn wallini ahadahuma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilmoqchi bo'lgan chaqda Abu Bakr radhiyallohu anhu ravs safarga yaraydigan ikki tugini sotib olib
kunda yaxshi alaqni berib biqib shuni tayyorlayotgan. Hijrat qilgan chog'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashiktigining birisini mana o'z bahosida setib bergan degandek. Lekin bu kitobda akagan vallini ahadahuma degan mushi rivoyat hadis kitoblarida yo'q. Shuna hadis olimlari g'aribun bihadal lafz degan. Lekin hadis kitoblarda ba'zilari, masalan Buxoriyda kelgan rivoyatda an Aisha radhiyallohu anha va fihi anna Abu Bakr qala lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam khudh bi abi wa anta ya Rasulullah ihda rahilatayya hatayn qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bis-saman. Mushu safarga yaraydigan ikki tugining birisini sizlar birisini sizlar birisini man unda hijrat qiladigan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pulini berib olaman degan. Yani bir rivayette İmam Ahmed'in rivayetinde فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين فقال خذها يا رسول الله فاركبها أصلا من سلا إي رسول الله ديان شغدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بالثمن ومسهي رواية Abu Bakr radıyallahu anh bazı kabilelerden aşında seferge yaraydıgan saz tüyüdün çıkkine setip algan. Bazı rivayette 800 tengeyi setip algan mükeygen. İbn Sa'd Tabakat degan kitabı şuna rivayet kılgan. Ay Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki meşhur al-Qasva degan tüyüsü şu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaç ediplam ve rahmetli kılam menmede pulısını vermeye dedi. Nima şu deganda Abu Bakr hediye qilsa qabul qiladi. Bunda hech qanday chataq yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki shu esil axloqi va janobiga hech qanday daxl etmaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu hijratni qilgan vaqtida eng mukammal shaklda o'zining yendan pul chiqarib, pul xajlab onni qilay degan bo'lg'achqa pulini bermadi deb turibdi. بالثمن deganda shu sen olgan pulingni bermay deb shu mazmun chiqdi. Endi bu yerda بالثمن deganni tavdiyaga hani bo'lmasa dalilqimida, dalilqiga rivoyat yo'q. Agar dalil qilsa bu بالثمن degan aman basin deyishib pulini berib olaman deganmi bo'ladi. Ya بالثمن as-saman deganni ma'hud deb ilib aytsa, sen olgan shu bahada olaman degan mazmunni chiqishi mumkin. قال وللناس حاجة إلى ذلك. أنت قرأيان بوسا شريعة نurgun meselelerde insanların ihtiyacı bulduğun dair bulup kalsa ruhsat kığa holu köp boğaçka bu mu insanların ihtiyacı şuduğun soğudu boğaçka bu mu caiz oluş gerek لأنه فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء. Çünkü kişilerin içinden bazı tavırlarının bağısını bilmediği var. Bazı kişiler fakat soğuduk kılışını bilmediği var. Qanday narsa setib olsa qo'ylab ketadigan. Ba'zi kishilar ba'zi saatdagi narsaning bahosini obdan biladigan bo'lishi mumkin. Lekin yana ba'zi narsani setib olmoqchi bo'lsa, faqatlam bahosini bilmaydigan. Fayasta'inu biman ya'rifuha. Shunga bilgan kishidan yordam talab qilib, shuning yordami bilan setib oladigan ish bor. Va yatibu qalbuhu bimashtarahu. Ba'zi kishilarningki setib olganiga ko'ngli xotirjam bo'ldi. Mesela qo'y setilishda odamlar setilishini bilmasligi mumkin. Lekin shu qo'y hozir davomli tijorat qiladigan qassob, bo'daqchi tijoratchidan birisi bir og'ayimiz bo'lib qolsa, men qo'y sotib olmoqchi bo'lsam, shuni izlayman. Bir bilan qo'ydim bizni asan bo'ldi. Meni qo'limni qo'yib agar asan izg'i beray desa, ma'qulda bizni izg'i olamiz. Mesela 2000 qo'y qoptimmish qo'yni desa, bu og'aynimiz sodida ditiba azam bahoda olaydi. deb pishirgan bo'lg'achqa 2000 ko'yga qo'shilib olamiz. Yani azan aldım deb olamiz. Demashtara va ziyada. Agar foyda bermoqchi bo'lsa 2000 ko'y olmasam 100 ko'y qilib bermadi, işte foydasiga olamiz. Agar izi olsak tavliya bo'ldi. ولهذا كان مبناها على الأمانة. Şuna bu sodlarınki asası nima qurilgan? Amanatlik bo'lashga, ishonchga qurilgan. Va yana xiyonatdan jiroq bo'lash va xiyonat shubhasidan, tuhmatidan jiroq bo'lashga qurilgan. Wa ra'sul mali fil muwada'ati haqquhu falahu an yahutta minhu. An muwada'ada zini satishda dastlab setib olgan baha, mesela qo'yni 2000 ko'ra setib olgan bo'lsa, shu rasul mal desak,
Aşk kimin koy, aşk kişinin hakkı. Ha bunu man 100 koy taşırdı deb qalsam o'zining haqqini tanazzul qilgan bo'ldi. قال ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا. Endi bu şu to'xtamlarninki, musodlarninki to'g'ri bo'lish shartlarining birisi. Tavliya va murabahaning shartlarining birisi shu ra'sul mal al-thaman al-awwal. Burun men manch pulga olgan degan shu baha misli baha bo'lish lozim. Endi adam misliyat va qiyamiyat degan bir atalg'u bor. Shu kitobda to'liq uchraydi. Shunama buni bir ta'rif qilib o'tsak aniq bo'ladi. Misliyat deganimiz o'xshi bozor topiladigan, masalan, jinlanadigan ashliq, kamchallanadigan ashliq, shika degandek narsalar, sanab sotiladigan narsalarni bir-biriga yaqin keladigan, tuxum, yanoq degandek shunday narsalar bu misliyat. Ya'ni bozordan shuni o'xshishini topqili bo'ldi. Ammo murabahada paydolab qolsa, shu dastlabki bahanın cinsinden bulmuşsun buldu. Mesela bunu $100 algan dese, sana 10 riyal ketpiray desemeydi. Ya ki sana 5 kilo goş ketpiray, 5 kilo goş paydısına bahsedisi buldu. Yani payda aş cinsi buluş şart demese, paydanın başka neresini bahsedin buldu. Eğer aşı ra'sul mal, yani dastlabda biz neçpulga nimaga setib olgan shu baha misliyatdan bo'lmay qolsa, murabaha va tavliya joiz emas. Shundan misli bo'lish lozim dedi. Birinchi qatimqi savdodagi baha misli bo'lish lozim. Misli bo'lmagan bo'lsa joiz emas. Masalan, men buni bundan qolgan bir asara atiqa bir çoğunğa tarihi çoğunğa ya bir xanjarga setib olgan dedi. Yani bu bahane biz bozordan şu xanjarni, şu çoğunni akilab, uni ustiga qayda qilib ololmaymiz. Agar misli bo'lsa, masalan 100 kilo buğdayga setib olgan desa, 100 kilo buğdayni bozorga akilib uni berib, uni ustiga 10 kilo buğdayni qitib olsak, paydasiga setib olgan bo'ldi. Endi o xanjar yoki shu tarixiy asarati qilib bir cho'g'in deydi, ya bir qo'l yozma kitob, shunda narsa setib olgan bo'lsa, bu chaqda bu murabaha degan narsa bo'lmaydi. Nima uchun? Biz uni qimmatini bekitish uchun buni baholash lozim. Baholatsak biraylan, bu qimmat yuqori ekan 5000 ko'y qoldi deydi. Yani birisi bab bundan narsa bir kanra yazdı. Buna 2000 koy oldu deyişim. Yani biz 3000 koy oldu deyişim. Ya da iz basık kirib çıktı. Bahası yani iniq bulmaydı. Biz so'dan to'g'ri bo'lish uchun degan to'q, buning bahası iniq bo'lish lozim degan. Faqat bir ahvolda joiz bo'ldi. Ash kishi dadasidan qolgan ash tarixiy xanjarga ashuni setyapman. Bu xanjar cho'gilab, yana bir odamning qo'liga tushib, Andın dastlabda xanjarga sotib olgan odamdan shu narsani olmoqchi bo'lsa, va shu qulog'idagi xanjarga sotganmi shuni desa, men paydasiga beray deb shu xanjarni o'zini berib, shu xanjar shu bahasi turgan, shu xanjarni o'zini berib, uning ustiga payda olsa, murabahada bo'ldi. Bo'lmasa rozi bo'lsinmi? Bo'lmaydi. Nima uchun? Sen bulamdi bo'lmamda og'irg'icha boshdan tortsan, musoqat qilsan bo'ltamasmi? Lekin birini tanlab şunu sizi kirgandan keyin şunun şartlariga qoidasiga rioya qilinishi lozim. İşkeler ayrılmagan bo'lsa, şu sorundan mevzuda ayrılışını sözülen ya bedeninden ayrılışlar ayrıydı o. Ayrılmagan bo'lsa, İşkizge aldım da bulup ya güzellik öğretmenler dese aynı yeni varsa buldu. Ne ki ayrılıp ketip olandan keyin o soğudu tutup oldu. Bunda olgan bir şart murabaha tavliya bo'lish uchun dastlabki savdoda ikki taraf rozilashib bergan baha yoki sarmoya misli bo'lish lozim. Ya'ni bozorda o'xshi topiladigan narsa bo'lish lozim. وفي ملك المشتري ve setvaçının igdacılığı ayından narsa bağ bo'lish lozim.
لأنه يجب عليه مثل الثمن الأول. Çünkü bu sorularda التولية والمرابحة şu burun bahanın üzü vacip olur. فإذا كان مثليا يقدر عليه. Yani o türiyelediğin misli tepilediğin nasıl bulup kalsa, mülki diyenler şartmış o. Yaqdir alay türiyelediğin bazarda bağ, aşın ekepirelediğin, aşında pul sermaye bulup kalsa ve kedalike daken min zavatil qiyam ya ki biz bayatın degandek o'qishi yo'q narsa, lekin aşu sermaye burun so'd bo'lgan, baho bo'lgan narsa aylanib ikkinchi xaridordan qo'l uchib qolgan bo'lsa, mush ahvolda misliyatga o'xshash, misli bormi yo'qmi? Misli bor, misli ularni o'zishi. Undan keyin u chaqda bo'ladi. Agar misli topilmaydigan narsalar qolsa, bo'lmaydi. Chunki bu yer savdo nimaga qurilgan? Ashining misliga qurilgan. Misliga tavliyada, murabahada misli va uning ustiga bir narsa ketib berish qurilgan. Endi ash xanjar aylanib ikkinchi xaridorning qo'li uchib qolgan bo'lsa, bu zavatil qiyam, lekin uz bo'lgan ekan, misli bo'lib joiz bo'ladi. Va huwa fi yadihi. Ash xanjar ashning qo'lida. Liqudratihi ala adai. Ashini ba'sa biralaydi. Undan keyin mush ahvolda zavatil qiyam bo'lish joiz. Bunun boshqa ahvolda misli tepiladigan narsa bo'lishi lozim. Undan keyin misli deganimiz bozorda o'xshashi tepiladigan narsa. Qiyami deganimiz bozorda o'xshashi yo'q. Lekin o'xshi bo'lib qolsa, uni aytdi, dal o'xshamaydigan, undan yuqoriroq yo to'g'riroq bo'lib qoldigan. Mesela aile qo'ru desak, dal o'xshi yo'q. Lekin undan cho'ngroq, kichikroq yoki isilroq bino yasalgan bunda bo'lishi mumkin. Agar o'xshi bo'lib qolsa, bu misliyat kirdi. Masalan, bir binoning uyi hozir o'xshash qildi asosan. Misliyat 6-qavatdagi 6-qavatdagi uyning yana birisi jupti bo'lib qolsa, misliyat bo'ldi. Hozirgi qurilishlarda, burun qurilishlarda unda misliyat deyilib bo'lmaydi. Zavatil qiyamda. Yani misliyatni turli qismlardan ay ikkisini o'ttirda farq qilib qolsa, razilib ketgan narsa bo'lsa mayli. Masalan, bug'doy desa bug'doy. Buğday ise buğday, un ise un. Bunu ikisini o'ttirda, ashuna farq qilib razı olmaydigan bo'lsa, falani turli buğday deb ayirib ashunda atash lozim. Masalan, kuzgi buğdayga olgan, yana bir xil buğdayga olgan desa, shu aynan bo'lish lozim. Lekin masalan, bir tavizga olgandim, teshgandim buni dedi. Bu masalan 15 kilo qilgan bir taviz teshibga aran ko'tara oladi. Birdan qo'yib, men bir tavizga yana bir taviz, ikki tavizga olay dedi. Lekin 2 kilo tavizni ikkini, kichik tavizni ikkini basa bo'lmaydi. Bu yerda mutafavit bo'lib ketdi bu. Yani misli emas bu. Adadiyat al-mutafavita deymiz. Lekin 5 tuxumga olgan desa, men bir tuxumni qilib 6 tuxumga olay desa, asosan tuxumda farq bo'lmaydi. Mesela qo'y desa, qo'yning arxlari bor. 2 qo'yga tegishgandim desa, u qiyamiy bo'lib ketadi, misli emas. Yana masalan, xotin tarafda masalan hozir qosh tashidir. Men bir tashga tegishgandim. U bir tashning 1 millionlik va 10 ming ko'ylik va. Lekin dal o'xshashini taqlib olanda, taqlib olmaydi. Qiyamiy deymiz. Mesela misliyatning dairasiga shu tonnalaydigan, janlaydigan ashliq, buğday, shakar, bunday narsalar kirdi. Mesela mashina desa, falan markalik mashina. Yani falan iPhone ya Samsung'da manchinci model desa, mesela o'xshash qildi o'zardi. Ashuni misliyat oldu. Mesela kitapning bu matbaa mesela kitap bo'lsa o'xshash misliyat. Lekin qo'l yozma bo'lib qolsa, zavatil qiyam o'xshamaydi. Razı olsun bo'lmaydi. Ben hemen mecbur. Biz so'zimizki to'g'ri bo'lishning shartini shu baha aniq qilish lozim degan. Hozir baha aniq emas. Baha aniq bo'lmaydi. Shunga ikki taraf rozi bo'lsa-mu bika. Shu jazoni ikki taraf rozi bo'lib, zinoni ikki taraf rozi bo'lib, shariat doirasiga kirmasa to'g'ri emas. Rozi bo'lib desa, bo'ldi deb qolsa ma'qul. Rozilik qildi. Shu chaqqa qadar nayt yaxshi bo'lib, baqchapaq. Lekin
keyin o'ylaganda chiqmay qolsa, sizning boshlarni og'ritdi. Madavani so'rab qo'ydilar. 2 soat vaqtlarni oldingan. Chunki rozi bo'lgan, keyin qarasa, u o'ylagandek u pul yanchiqib kirmidi. Shundan ya bunda deb o'ylab rozi bo'lgandim. Hozir bunda ziyon tortib ketdimi? Bo'lmaydi deb. Shariatda bo'lmaydiganligini hozir anlagan bo'lsa, shariatda bo'lmaydi ekan deblan axunga qo'shib turib, so'zni bekor qilishga tirishgan. Bu islom ne'mati shu hamda. Sen rozi bo'lsangmi, bo'lmasangmi, karhan, tav'an seni eng yaxshi mukammal hayotga haydab olgan. Va yuharrimu alayhimul khaba'ith. Yemek içmekdimi? Men yegim keldi deb bir haram narsani yebsa saldigo. Yemek içmekdimi Alloh taolo ashunda mehnat narsadan seni to'dab qolgan. Sen musulmon bo'lgandan uni yemaysa. Hem bazı ahvallarda piyami narsalar, bozorda o'qish topilmaydigan narsalar keyin misliga aylanib qolishi mumkin. Yoki misli piyamiga aylanib qolishi mumkin. Mesela bir narsani bir zavod ishlab chiqarayotgan bo'lsa, bir nuskha ishlab keyin yo'q bu bo'lmaydi ekan deb zavodni to'xtatdimi? Bozorda o'qish yo'q. Yoki ashunda zavodni to'xtatgan narsa keyin zavodini eskiga bir ishga tursa, o misli bo'lib ketadi. Bozorda o'qishi bo'lib qoladi. Yana mesela misli nasl va mesela bir kiyim yoki turli naslni ma'lum muddat ishlatgandan keyin yoki azroq bir tarafi ko'yib ketdi, bir ish bo'ldi. Ashunda holatda bir tarafi shu darajada ko'yganda bir narsa bozorda bilamda topilmaydi. Lekin saqov sepildi. Undan ashunda yerim ko'yib ketgan narsa teshgan bo'lsa, bu qiyam yo'ldi, misli emas. وهو في يده لقدرته على أدائه. الزوات القيام ناسا يعني مثل تبلما خنجر desek aylanıp şu adamın kolu uçup kalsa ikinci xeridana bu aş xenjarning o'zini topshirib beradigan bo'lgan ekan bu tavliya va murabaha joiz bo'ldi. Va in lam yakun fi yadihi uning qo'li bo'lmasa fa huwa batil. Bu so'da batil. Yani bu yerda murabaha tavliya degan narsa bo'lmaydi. لأنه يجب عليه مثل الأول. Çünkü onun vacip olduğunu dastlabki narsaning o'xishi, o'ziga o'xishi bo'lishi lozimda. Va hada min zawatil qiyam. Endi qarasa bu qimmatini bekitish kerak bo'lgan narsa. O'xishi yo'q. Wal qimatu majhula. Buning qimmati majhul, noma'lum. Innama tu'lamu biz-zanni wat-takhmin. Buni faraz bilan taxmin mo'lchari bilan baholtib bahasini o'qish lozim. Ana buni qarasak, bu baholaydiganlarga har xil baholab qilish mumkin. Undan keyin bu yerda nima kelib chiqdi? Shubhatul xiyana. Xiyonaning o'zi bo'lmasa-mu, xiyonaga yaqin kelib qolgandek bir masala kelib chiqdi. Birisi masalan 5000 ko'y deb baholdi. Ash xanjarni deylar. Yana birisi 4000 ko'y baholdimi? Undan keyin men buni izg'i bersam, necha pulga beraman? 4000 ko'y bersam balki to'g'ri bo'lar. Lekin 5000 ko'y bersam 1000 ko'y ortiq xiyonat qilib olgandek bir ahvol bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin mushundan saqlanamiz. والثمن الأول هو ما عقده به لا ما نقده. Hem dastlabki baha qaysi? Dastlabki baha deganimiz to'xtamlashgan deyishgan baha shu. Lekin amaliyotda bergan emas. Çünkü bir narsaga bir bahani tutishib, so'zini qilib, uni bergan chaqda boshqa narsani o'tkazishi mumkin. Hisoblab bir da'ishlar. Bunga to'xtamlashgan baha shu deydi. Rasululloh ishada to'xtamdik shu. Yani murabaha bilan tavliya olsa, ay dastlabda to'xtam qilishgan chaqdagi bahada setish bo'ldi. To'xtamda 1000 ko'y deb to'xtamlashibdi, shunami? Lekin 1000 ko'y ya endi yo'q bu chaqda 1000 ko'y hisoblab bir taqa ashliqlagan bo'lsa, ikkinchi qatim murabaha satgan chaqda men buni bir taqa ashliq setib olgandim demdi. Yoki 1000 ko'y setib olgandim deb satamdi. 1000 ko'y setib olgandim deb satadi. Chunki to'xtamlashgandagi baha shu rasulmal shu saman bo'ldi. Uningga tegishkini boshqa bir narsa iborat. Yani 1000 ko'yni boshqa bir narsaga almashtirgandek bir ish bor. Yani bir to'xtam bor.
Lakin bu istibdal to'xtami deymiz. Masalan, bir kiyimni 10 tengega sotib olgan bo'lsa, 10 tengening o'rniga 1 tillani beribdi. Masalan, biz jutda 650 ko'g deyishdik, uning o'rniga 100 dollar berdik. Shunga o'xshash. Bu chog'da bu rasmal qaysi bo'ldi? Dastlabki tenge yoki 600 necha ko'y rasmal. Mana fa in ishtara bi darahima fadafa biha thawban, masalan, tengiga tushib sotib oldi, lekin u tengining o'rniga raq beribdi, kiyim beribdi. Bu sodada baha nim bo'ldi, tengi bo'ladi. ولا بد يكون الربح أو الوديعة معلوما لئلا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة. مرابحة أولدغان payda ve vadiada tatılan ziyan eni bulaş lazım. Eğer eni bulmagan çağda talaş tatı sebep buldu. Muşu namalumluk, mecbulluk talaş tatı sebep buldu ve bunda namalumluk bulup kalsa bey'al garar dairesi gibi kirdi. El ribh yoki al-khasara namalum bulup kalsa bey' fasidlik bu. Bey' fasidi şu yuaddil al-niza' wal-munaza'a dedik. Bey' fasidlik gitti. Yani şu ziyan yoki payda rasul maldan ayrım turduğan eniq narsa bo'lish lazım. Mesela manchi ko'y payda beray, manchi ko'y ziniga satay desa to'g'ri bo'ldi. Yani bu shartga asosan burunqi zamonlarda aslında bir savdolar bo'lgan. Arablardan boshqalar shunda savdo qildi. Da yazda. Da deganimiz 10 dinga farzicha. Yazda degan 11. 10 ni 11 qilib olay. 10 ni 11 qilib beray degandek savdolar. Yoki 10% foydasi beray degandek. Her 10 tengida 1 tenge foydasi beray. %10% foydalib beray. Bunun da destek bahane atımıdır şun ama bu neşpulga ağam tutmaydı onu. Lekin % boyunca faydalı vermedi de. Ahir bu soğudu neşpulga tutudu namalum. Da duazda da kalsa bu 20% buldu diyendik manda. Bunu şu sahabe tabi'illa futuhatlı kılan çağda şunda soğuduluğa düş kelgen Irak'ta. İmam Abdurrazzaq al-Musannaf degan kitobida Ibn Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda shu sahaba shunday degan: "Bay'da duazda riba. 20% foydasi qilma desa jazoni oldi." Yani Ibn Abbas radhiyallohu anhu annahu yakrahu bay'u da yazda. Bunun başka İbn Sirin, İbrahim an-Nakhai, Şurayh şu tabi'lardan la ba'sa bida duazda. Bunda olab qolsa hech gap bo'lmaydi degandek rivoyat qilgan. 10% payda berdi. Lekin mushu tilpini so'rlashgan bo'lsa 10% foydasi qilmasini sotmadi desa bu oxirida siz nech pul berib Allohni. Sodining to'xtami hozir nech pul bo'ldi? Siz uqmaylik. Yani ahirde siz 5.000 koy verip alamlar, 6.000 koy verip alamlar, 10.000 koy verip alamlar, namalum. Azrak faydası kımanç kılan, azrak faydası kılan bir da doğru mu? Bulmaydı. Fayda şu, eni kılıç lazım. Fayda eni kılıç için, kavarının bahsi eni kılıç lazım mı? Neçpul fayda veriş ya, nemi karışlar? Aşı tavarının bahasının neçpulluğu karışlar. Eğer 10% değişken olsa, da yazda da, 100 köy kalgan narsa olsa, 110 köy birdi. Eğer 1000 köy kalgan narsa olsa, 1100 köy birdi. Onu qarab oxşamaydi. Eğer 100 köy kalgan narsa desen, aslında payda pesinin açıklamasın, 1000 köy kalgan, 10.000 köy, 10.000 köy, 100.000 köy kalgan. Yani paydanın çeki bağlı degen mesele. Çeki yok. 100%, 200% paydası buldu. Ama ticaretçilerde hazır kadar 10%'nin artık paydası bulunmaydı dediğim bir gap meşhur. Biz küçüklüğümüzde, atalarımızda anlayıp da kaldı. Lakin onun bir çeki yok.
O bazarning ahvoli qarab turibdi. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir vakiliga biz qo'ya kel desa, biz qo'yni setilib, uni ikki tillasini ikki qo'ya keldi-ku. Ya'ni %100 foydaldi. Uni bir narsa demagan. Ashket bo'lmaydi, yigitga to'g'ri alam bo'lsa, ishkirga o'sasa bo'ladi, ishkirga o'sasa Yani normal paydını 211 sahası bulmaydı demekçi mi? Ya buldu. 301 sahasını buldu. Çünkü bazısının bazada azlarga turuplam bahsi ödülük geçişi mümkün. Bu çağda onu 5 etse 10 etse satılan gel. Ondan avam bahsini kimi mesela tabiakını ya o musavama. Bu çağda siz meşgul ağavan, ağa yerlerini disler, bunu kıstap durvası mı? Bunu sormuşlar. Bana deyiş sordu siz deyimiz. Aşağıda bir ilişkide başkanız yantak kaçmadan mümkünlükte kaçmadan Otuskoğlu'nda sanırım bir bazağa bir sapıklığa yerde künek kesip ödüsemez düz koyduydu. Düz koyduydu dikken at kayda boğalı ben 70 koyduğu dep ot çağırdı. Bilmegen dikken ben ayada 40 koy paydağa boğalı ben şunu kalmam bilime. Bilip tutup ondan paydalaşmaktan da buldu. Sizler mecbur satmağına geldi. Lekin karşı taraf çok. Karşı taraf mağbun. El-gabnul yesir. El-gabnul fahish degan narsa bor-ku. Gabnul fahish bo'lib qolsa, bu bir jiq paydab ketibdi deb qolsa, o chaqda asas so'zni buzishga yandirib kelgan gap. Lekin gabn yesir bo'lsa, 30 ko'rgan ko'nglikni 40 ko'rsatiblar, 45 ko'rsatiblar. O çağda çoğun setap. Lekin Xitoyga o'xshash 30 kilo ko'nglikni 350 ko'y deb 300 ko'y satsa, bu gabn fahish asla yandirib turgan. Endi Xitoyda bor-ku. Yuqori baqib ma Qashqardagi do'ppozlarga o'xshashmas. Bir do'ppini 50 ko'y qolgan do'ppini 500 ko'y deb turgan gap. Yani Qashqarlik bo'lsa, bu shunda ya deb o'zi bormay shu do'konchi og'insin, birini tepib do'ppchi og'insin, birini tepib ashya so'ldishga apirdi. Başka şehrin gelgenden lokal 500 köy dese, 250 köy kısam kapılap kalar, 300 köy dese, ay da koyup andığını kendi 350 köyden hep şeyden gel. Lekin mesela size 30 köy kaldı konulakne. Konulakның bahası şundalar örülüp gitti. 300 köy çıktı mı bazarda, 300 köy satsıla 10 hesap paydasıyla bular çatak yok. 300 köy üzeri razı olup oldu. Eğer şu bazar bahası aşına bolsa çatak yok. Lekin unda bulmay, asli bu 50 ko'yluk do'ppi bo'lsa, siz mesela onu edip kelganken Qashqarlik bir og'inlar ko'rib, "Va nechpulg'anlar, 350 ko'y qoldi." Az oldingiz. Siz bir qo'yib tutasiz, "Voy nechpulda 50 ko'y birdi buni." Siz anlag'achida ziyanatchi yandirib o'pirdan gel. Yandirib apasa yandirib alaydi. Adigan yandirib olmayman. Dish satgan, yalqat kaslar desimi, Qozoqning qashqarib, Qashqardagi Qozoqning mecbur yandirdi. Aynan. Mesela son kaldırmaları ama kaldırdıkça burada aşırı ama kaldırmalarında bunda tiye mesela aslında bazı pazar hükümleri kılmıyor. Çünkü kaç erzan alamalar var. Onun için ona aşırı pazar başlasın oraya bırakıyor ya ki bu erzan. Ya böyle bazarda muhabbet sası bulardı. O bazı erzan usrap kalıdın. Mesela bir dükkanı juristlikte Manş bulgamını alardı bunu seti düşünmüken. Ticaretken şu anda erzan edip kumadirek setiş. فَلَوْ بَاعَهُ بِرِبْحِ دَا يَزْدَهِ 10% payda verip alayda ya payda verip elinde satsa la yecuz. Çünkü bunda ana pul mu ve onun paydası mı eniqemez. Paydanın neç pul oluşu ana pulunki neç pul oluşu qaraşlayak. İlla en ya'lama bis-samani fil meclisi. Fakat lan şu sorunda gelin ayrılıp ketiştim burun 10% paydası sataydı alaydı dedi maqul neç pul qalgan tanla dep şu sözün aqdıllan 100 köy qalgan 110 köy tamam boldu dese hesap buldu. Lekin aşında da onun bazını sormay ayrılıp ketdi mi ya gep sözünü başka yerga yetkazdi mi asoda bika. Li'annahu mechulun qablahu. Çünkü onda ilgiri namalumdi. Lekin şu çağda geçti diyorsa eniqlab ketdi. Biz köpünçü so'dlarni dedik. Şu çağda fasid dolash sebep bo'lgan kaşını derhal hal qilsak
joy ochib ketadi degan. Izalatul fasid bilan bu fasid savdo sahih bo'lib ketadi degan. Bu yerda fasidga sabab bo'lgan narsani qachida yo'q deyapti. Walau kana al-mabi'u mithliyan, hamda bir narsani sotib oldik, masalan 100 ko'y sotib oldik. Hozir 100 ko'y deganimiz misli. Bozorda o'qishda bo'ladi, nima misli bo'ladi. Falahu bay'u nisfihi murabahatan bi hissatihi. Mesela 10 kilo şekerni 100 ko'y sotib oldik. Sotib olgan ekan biraylar kelib, "Mo'shu 5 kiloni izg'i sotib bersalar, yerimini izg'i sotib bersa" desa, 50 ko'yga 5 kilosini sotib bersak bo'ldi. "Walau kana thawban aw nahwahu la yabi'u juz'an minhu." Agar bir kiyim yoki bir mashindak ya telefondak yoki shunga o'xshash bir narsa bo'lib qolsa, buning yerimini pirsan bahsi bo'yicha sotsa bo'lmaydi. Nima uchun? Bu yerim bo'lgan vaqtda u ziyon tortadi. Li'annahu la yumkin taslimuhu illa bidararin. Chunki uni yerimini bir deb qolsa ziyon tortib ketadi. Masalan bir ko'nglakning yerimini yechib bersa ziyon bo'ladi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.